Bel, oyoq, qo'l singan. Lekin hozir mashina hayda olasiz. Prava bor. Shu mashina tekinga sizga. Bosing aka. Tekin mashina mandan, yangi egasi Samarqanddan. 10 ta tekin mashinadan 9-inchisi ham o'zini o'rinli egasini topdi. Samarqand viloyati Jonboy tumanidan Xatamov Muhiddinga nasib qildi. Muhiddin bu mashinani tekinga olish uchun nima qildingiz? Eng arzoniga obuna bo'ldik. Alloh nasib qilgan ekan, sababini qildik. Allohga ko'rdi, mana egasi bo'lib turibmiz. Baland masofadan qurilishda yiqilib tushib, qattiq jarohat olib, 3 yilgacha hech qanaqa ish qila olmaydigan holatga tushib qolgan ekanlar. Oilaning yagona boquvchisi ekanlar. Haqiqat ekanmi hammasi? Hammasi rost ekan. Nomingizga o'tkazib berildimi? Hech qanaqa pul to'lamadingizmi? Yo'q, hammasi bepul bo'ldi. Sog' bo'ling. Sizlarga Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobili 4 ta baloni yangi, metan gazlari bor, hech qanaqa ishi yo'q, holati zo'r, salonlari ham tunu nakitkalar taqilgan. Eng arzonini Telegram va Instagramiga va meni shaxsiy Instagramimga obuna bo'lgan insonlarning ichidan tanlab, o'rinli odamlarga berilayotgan 10 ta tekin mashinani 9-inchisi edi. Oldi-sotdi shartnomasi va texpasportlarni videoga joylayapman. Maxsus raqam orqali любой odam tekshirib olsa bo'ladi. Dalil isbot mana shunaqa bo'ladi. Har bir harakatni rostligini, dalil isboti yo'qligini o'zi uni yolg'onligiga dalildir. Tekinga beraman deb gapirib chiqish juda ham oson. Bunga javob berish, dalil isbot keltirib berish juda ham qiyin. Har doim dalil isbot talab qilishga haqqinglar bor. Hech kimni xalqqa aldashga haqqi yo'q. 10 ta tekin mashina sizga nasib qilmagan taqdirda ham bizga obuna bo'lgan holda insoniyatga kerak bo'ladigan uy-joy va mashinalarni real narxidan xabardor bo'lib turishingiz va oxirgi narxlarda sotib olishingiz mumkin. Podpiska qilishga shoshilmang. Bundan keyin kelajakda qilinadigan bundan zo'r konkurslarimizda nasib qilib qolishi mumkin. Chunki o'sha paytda qancha oldin obuna bo'lganingiz ham rol o'ynashi mumkin. Xalq siylaganni xalq ko'taradi, xalqqa aldaganni xalq itaradi. Itarib chetga chiqarib yuboradi degan ma'noda aytayapman-da.